Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары. Videoni басамас burun arnaga tirkelib, videoga like basуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Qo'lata almadi. Alimxanoğlu 14 nokauti bar qarshilaspen 12 raund ayqasdi. Orta salmaqdagi qozog'istonlik bokschi Janibek Alimxanoğlu Britaniyalik Denzel Bentley men jekpe-jek o'tkazdi deb xabarlaydi. Las Vegasdagi boks kesheninde bokschilar Janibekka tegisi WBO belböğün sarapqa saldi. 12 raundga hesaptelgan jekpe-jekning o'si 12 raundlik to'liq o'tdi. To'shlarning sheshimi bo'yicha Janibek jeniske jetib, chempionlik atag'ini qo'rg'ab qoldi. Aygeli promoter Canelo uchun eng qavobli qozoq bokschini atadi. Alimxanoğlu men jekpe-jekka kelisетін kez kelgen bokschiga qirvar aqsha beriladi. WBO chempioni Janibek Alimxanoğlu'nun promoteri Bob Arum Qozog'istonlik bilan ayqasga kelisken o'rta salmaqdagi kez kelgen miqti bokschiga ulkan aqsha to'lovga dayın deb xabarlaydi. Eğer Janibek men kutgandek Bentley men isin ayaqtasa, onu men chiqisi kelgen kez kelgen o'rta salmaqdagi bokschi men jekpe-jek kunini belgilaymiz. Yani oğan qo'maqti somma beremiz. Har kimning promoteri bar. So'ndықтан attарын aytmaya qo'yayin. Ol promoterler bunday jekpe-jekka qarshi. Sonымен ne aytqim kelib tur. Kez kelgen top tizimidagi o'rta salmaq bokschi jekpe-jekka dayın. Yani ulkan payda ko'rgisi kelsa, aqshasini berib ayqasga chiqaramiz deydi Arum. Sizlerмен sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like basуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi.